Hozirgi xizmat o'rningizdan ayrilsangiz, yana qaysi ishlarni qila olasiz? Bir odam rohat muhitda turibmi, o'zini davomli yangilab turishni, rohat doiradan chiqib, yiroqdagi go'zal manzarlarni ko'rib beqishni qaror qilgan chaqda, u o'rinliqni taslim qilgan. Uningga cheksiz imkoniyatlarning eshigi ochilgan bo'ladi. Hamma narsa o'zgarayotgan ushbu zamonda o'zgarmaydigan birla narsa bor. U bo'lsa-mu, hamma narsaning o'zgaradiganligi. Tashkilga ishonch qilg'ili bo'lmaydiganligini, aman bir kuni o'zi xalab yoki xalamay ayriladiganligini bilib turibmi, harakat qilganlar nihoyat oz. Lojinyu muallim bir oliy maktabga dars so'zligiga borganda o'quvchilardan so'rabdi. 4-yillik chiqib qoldinglar. Aranglarda qaysinglar xizmat tepib oldinglar? Bir to'p odam qo'l ko'taribdi. U yana so'rabdi. Qanday o'rinlardan xizmat topdinglar? Ba'zilar ma'murlik desa, ba'zilar palonchi cho'ng shirkat debdi. Amaliyotda hozirgidek bir jamiyatda mustaqil hunarvan sifatida yashash biror kollektivga qitilgandan aman yaxshi bo'ladi. Bu amaliyotda lojini o'ttirg'i qo'ygan mushkulni oson qilish chorasi. Barmoq deskicha yashash yo'li. Yig'ib aytganda o'zida uchur bo'lish, sistema qochilmaslik, xohlagancha kirib chiqa oladigan, erkin hamkorlasha oladigan bo'lish. Bundaq yashash yo'lida mangan odamning bir karomati va qo'shimcha qimmati bo'lishi kerak. Qo'shimcha bo'lmasa karomatning roli bo'lmaydi. Barmoq deskicha yashashning boshqa usullarga qaraganda afzal tarafi shuki, xohlaganda kirib, xohlamaganda chiqib keta olasiz. O'zingizning qimmat yaratish sistemasi bo'lg'achqa biror tashkilga beqinmaysiz. Tashkil shaxsning iqtidorini asliga olaydi. Ammo odam tashkilga tayanmay turibmi, nihoyat yaxshi yashay oladi. Hozirgi jamiyatda yashayotgan odam shunday iqtidorni hozirlagan bo'lishi kerak. Lojinyu markaziy televiziya stansiyasidan iborat bosh apparatdagi vaqtida iqtidorini o'zi o'ylagan darajada joriy qildira olmagan edi. U barmoq diskini markaziy televiziya stansiyasidan tortib olib, o'z oldiga barmoq diskicha yashash sistemasi bor odam o'zini bir bosh apparatdan ajratib, yana bir bosh apparatga chetib tura oladi. Navoda Lojinyu markaziy televiziya stansiyasidan chiqib, boshqa televiziya stansiyalariga borgan bo'lsa, ko'p yillik tajribasiga tayanib, yanala utuq qozongan bo'lar edi. Ammo hozirgidek cho'ng ishlarni vujudga chiqara olishi notayin edi. Aloqa to'ri sahnasi uningga texmi mos keldi. Har qanday bir kasbning halokatga yuzlanish ehtimolligi bor. Mayli istiqbolingizni ko'ra olmay, kasbdan bezor bo'lib, tashabbuskorlik bilan ayriling va yoki ishdan bo'shatilgan bo'ling. Navoda hozir qilgan xizmatingizdan ayrilib qolsangiz, yana nima ishlarni qila olasiz? Amaliyotda bu savolga javob berish uncha tas emas. Hozir qilayotgan kasbdagi yadurg'iliq iqtidorim nima deganni o'ylasang. Ba'zilar mendan mundaq so'raydi. Ali, sen bir ingliz tili o'qituvchisi-ku? Kunlarning birida o'qituvchilik qilmay qolsang, yana nima ishlarni qila olaysan? Men qilcha ikkilanmayla javob berdim. Men yana riyosatchilik qila olayman. Bu ikki kasbning o'rtaqligi bor. Nurg'un kishilarning oldida o'ttirg'i chiqib gap qilishdan qo'rqmayman. Ham bu jarayondan zavq ola olayman. Agar yolg'iz bir odam bilan paranglashsam, yarim soatla zerikishim mumkin. Ammo bir to'p odamga gap qiladigan ish bo'lsa, 10-15 kun so'zlaydigan ish bo'lsa-mu, gapim tugmasligi mumkin. Shunga, agar shundoq fursat kelib qolsa, garchi putunxorim ancha o'lchamlik bo'lmasa-mu, qo'yiq zerpuruqqa chiqib tursa-mu, men cho'qim riyosatchilik xizmatini sinab boqaman. Men yoqtiradigan kinolarning biri zo'r qahatchilikda 2008-yili ikkilamchi qarz krizisi keltirib chiqargan ig'ir iqtisodiy chekinish tema qilingan. Amerikada yuz bergan bu zo'r krizis hatto dunyo pul muomala sohasini xatarlik holga tushirib qo'ydi. Amaliyotda 2006-yilda Amerika iqtisodida masala ko'rilganligini qiyos qilib, uy bahosining o'savermaydiganligi, hamon tushadiganligini aytib, kishilarni ogohlantirganlar bor edi.
2006-yildan 2008-yilgacha bo'lgan oraliqdagi sonliq ma'lumotlarmi Amerika xalqining bundaq beg'am yurayversa bo'lmaydiganligi, krizis tuyg'usi bo'lish kerakligini ko'rsatib bergan. Umidvor amerikaliklar ogohlantirishlarga quloq solmaydi. Krizisga duch keladiganligini bilib turibmi, baldurroq harakatga kelmaydi. Toki pensiyaga chiqquncha xotirjam ishlayman, hargiz ishsiz qolmayman deb o'ylaydi. Bu xuddi Titanikning kapitani muztaqqa usib olganligini bilib turibmi, eng yuqori suratda ilgirlash buyrug'ini tushirganga. Tortni jiq yesa samarib ketadiganligini bilib turibmi, bir necha qitim yeganga hech narsa bo'lmaydi deb yeyaverganga o'xshaydi. Yig'ib aytganda talay sinash pozitsiyasida bo'ladi. O'ziga ziyoda ishinib ketib, xatarga sal qaraydi. Hech ish o'zgarmaydigandek o'ylaydi. Duch kelish oldida turgan qiyinchilikning salmoqini his qila olmaydi. Yaridan ayrilib qolgan odamning chunqur azoblanib ketishidagi sabablarning biri u menga mangu hamroh bo'ladi, hech narsa o'zgarmaydi. Uningdan hargiz ayrilib qolmayman deb o'ylab qolgan. Biz o'zgarishni xohlamay, o'zgarishdan qo'rqqanligimiz uchun krizisga oldin tayyorlik qilg'imiz kelmaydi-da, o'zgarish rostilla yuz bergan chaqda cheksiz azob ichida qolamiz. Sistema ichida yoki cho'ng korxonada xizmat qilayotgan bo'lsangiz, bundoq kuchlik idoradan mas'ul chiqishi mumkin emas. Xizmatimni jon ko'ydirib ishlasamla, mushu o'rnimda mangu ishlayveraman deb o'ylaysiz. Odamni eng ilojsiz holga tushirib qo'ydigani shuki, ata nima ishlarning yuz berganligini hech kim oldin bilolmaydi. Xuddi menmu otamni 60-70 yoshlargacha omon eson yashayverdi deb o'ylaganga o'xshash. O'zgarish rostilla yuz bergan chaqda eng bichora holga tushib qoldigini tayyorligi yo'q shu odamlardir. Kollektiv ichidami barmoq diskicha yashag'ili bo'ladi. Ya'ni munosabatga tayinib qaltis bo'lishning ko'yida yurmagandila haqiqiy barmoq diskiga aylana olasiz. Navoda shirkat atili vayron bo'lsa, siz davomli yashay olamsiz? Avval o'zingizdan so'rang. Men shirkatda boshqalarning g'amxo'rligiga tayinib jon beqavatdimdim yoki amaliy kuchimga, haqiqiy iqtidorimga tayinib yashayotgandim. Jamiyatda yashayotgan bir odam har qanday bir o'rindan har vaqt ayrilib keta oladigan iqtidorni hozirlagan bo'lishi kerak. Iqtidorli xizmatchi bilan shirkat hamkorlashuvchilardek, sheriklardek munosabatda bo'lishi. Baravar odamlar o'z ixtiyorligi bilan bir yerga kelgan bo'lishi kerakki, passiv yollanish munosabati bo'lib qolmasligi kerak. Hozir barmoq diskicha yashayotgan odamlar ichida tip-tiplik ixtisosliklarning raqobat kuchi eng zo'r. Astoydil analiz qilib, munosabatlik shu sohadagi odatdagi odamlarni besib tushadigan iqtidoringizni tepib chiqing. Ondan uni yuksaklikka ko'taradigan qo'shimcha iqtidorlaringizni izlang. Men bir ingliz tili o'qituvchisi bo'lganligim uchun mening eng zo'r ortiqchilikim leksiya so'zlash. 30 odam, 3000 odam, hatto 10 necha ming odamning oldidami tamtirmay so'zlay olaman. Uningga yondosh iqtidorim bo'lsa, til o'rganish qizg'inligim bor. Yangi shaylarga qiziqaman, shunga men ommaviy leksiyani, yadro, til o'rganish iqtidori va yangi shaylarga bo'lgan qiziqishni radios qilgan munosabatlik nurg'un sohalarga chatqili bo'ladigan barmoq diskiga o'xshayman. Dars o'tishdan boshqa Shindongfang guruhining tarbiyalash ustisi bo'lish sifatim bilan o'quvchilar va 500 kuchlik korxonalar uchun turli tarbiyalashlarning o'ddisidan chiqa olayman. Munosabatlik boshqa sohalarni elib aytsak, xalqaroliq ma'arif ko'riki, kompyuter o'yinlarining xalqaroliq yig'inlariga qo'sh tilda riyosatchilik qilish. Uningdan boshqa har qaysi davlatlarning, davlat halqagan shirkatlarning va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining munosabatlik yig'inlariga riyosatchilik qilish qatorliqlarmi bor. Riyosatchilik qila oladigan go'zal qiz, kelishgan yigitlar nihoyat ko'p. Ammo qo'sh tilda qila oladiganlari oz. Turqidan sur yig'ib turadigan riyosatchilar ko'p. Ammo yumoristik tuyg'uni loyiqida aralashtirib qila oladiganlari oz. Men o'zimni mamlakat bo'yicha, hatto dunyo bo'yicha eng munavvar qo'sh til riyosatchisiga aylantirish uchun tirishyapman. Demak, oson, qilmoq tas. Barmoq diskiga aylanmoqchi bo'lish boshqa gap.
aylanish boshqa gap. Qo'sh tilda riyosatchilik qilish sohasida qo'lga keltirganlarim biroqla erishgan natijalar emas. Bu to'xtamay mashq qilish, tavlanish jarayonidan iborat bo'lib, ikki til orasida yuchuq qoldirmaydigan saviyaga yetish uchun ko'rsatgan tirishchanliklarim yolg'iz ingliz tili o'rganishga sarf qilganlarimdan xeyli ko'p. Bir qitim qo'sh tilda riyosatchilik qilish uchun kam deganda bir hafta vaqt ajrataman. Har kuni 2 soat sap ingliz tilida mashq qilaman. Ondan saq 2 soat davlat tilida mashq qilaman. Yana 1 soat o'zimga o'zim tarjimon bo'lib, ingliz tilida so'zlab bo'libla davlat tiliga tarjima qilaman. Dars oraliqida oshxonada boshqalar nima deb qolar demasdan 2 xil tilni almashtirib so'zlayman. Lojinyu sistemadan chiqib ketmoqchi bo'lganda nurg'un odam markaziy televiziya stansiyasida jon saqlay olmay qolg'achqa chiqib ketdi deyishgan edi. U bugungi utuqlari bilan ularga javob berdi. Munavvar barmoq diski bo'lish sifatingiz bilan cho'qim samimiy bo'lishingiz kerak. Samimiyatsizlik ba'ayni virusga o'xshaydi. Kishilar virusdan qo'rqib sizdan ehtiyot qiladi. Bir mashg'ulot sistemasidan chiqib, yana bir sistemaga kirmoqchi bo'lganingizda, agar boshqalar sizdan xotirjam bo'la olmasa, qimmatingiz tuvallab ketadi. Agar burunqi kollektiv ichida munosabatga tayinib, nayrang ishlatib jon saqlagan bo'lsangiz, u kollektivdan ayrilgandan keyin tas kunga qolasiz. Barmoq diskicha yashayotganlar ichida T-tipliq ixtisos egalari bir nuqtada voyaga yetgan, ko'p nuqtada ilgirlayotgan bo'ladi. Buning uchun hamma narsa tarixdek chejilib ketgan bu davrda tarixdek chejilib ketgan parcha vaqtlardan foydalanib, davomli o'rganib turishingiz kerak. Oldi bilan o'zingiz eng qaltis qila oladigan bir ishni toping. Shu ishni topgan vaqtingizda parcha-purat vaqtlardan foydalanib, o'rganishning uncha tas emasligini payqaysiz. Navada yadroliq raqobat kuchingizning nadligini topolmasangiz, ko'rgan narsani o'rganganingiz uchirganligi xabarga diqqat qilgangiz keladi-da, unumsiz aldirashliqqa petib qolasiz. Hammaga tang qarasangiz, hech narsa o'rganolmaysiz. Men o'zim eng yoqtiradigan ishning leksiya so'zlash ekanligini bilgandan keyin texmi ko'p zehniy kuchimni munosabatlik uchurlarga qarataman. Odam erishib voz kechib turadi. Erishganingiz ortiqchiligingizni texmi kuchaytiradigan narsa bo'lishi. Voz kechganingiz yadroliq raqobat kuchingizga kuch qo'shadigan narsa bo'lmasligi kerak. Mening blogim bor. Undadar salonidan foydalanibmi dars o'taman. Lekin avtomatik uchur qaytirish, bad go'zallashtirish degandek texnikalik iqtidorlarni toza bilib ketmayman. Ularni o'rganay desam, o'zimdagi yadroliq ortiqchiliklarni kuchaytirishga hech qanday foydasi yo'q. Fikr almashtirish, boshqalarni qoyil qilish qatorliq yondash mahoratlar suhbat davomida yetiladi. Darsxonada birma-bir dars o'tish jarayonida o'quvchilar bilan paranglashishning psixologiyalik bilimlarini va suhbatlashishning asosiy qoidalarini bilib oldim. Shunday qilib, diqqatimni ma'lum bir doiraga markazlashtiradigan bo'ldim. Torda uchur ko'rgan vaqtimda oliy maktablarning ochiq darslari, TED turidagi leksiyalar, Amerikaning parang turidagi programmalarni asos qilaman. Agar sizning ortiqchiligingiz bozor etish bo'lsa, u holda diqqatingizni naq maydon mukofot kodining qanday yozilganligiga, uning orqadagi moliya xizmatining qanday bo'lganligiga emas, bozor etish mashg'ulotining o'ziga, uning qadam bosqichlariga qaratishingiz kerak. Aloqa to'ri davri oddiy odamlarni barmoq diskicha yashash imkoniyati bilan ta'minladi. Burunqi chaqlarda huquqdor uchurni monopol qilib oladi. Ma'lum bir turda kashfiyat yaratgan tadqiqotchi, yetakchi o'qituvchi va yuqori darajali rahbarlarning qatlama-qatlam tasdiqlashini kutishga majbur bo'ladi. Qaysi bir halqada munosabatni obdan bir taraf qila olmay qolsa, bosh ko'tarib chiqishi tas bo'ladi. Hatto shu turning yordamchi kashfiyatchisi sifatida o'ttirga chiqishga majbur bo'ladi. Aloqa to'ri davrida ijtimoiy aloqa usullari taraqqiy qilib, iqtidor sahiblarini biroqla nom chiqarish imkoniyatiga ega qildi. 3 tanchining abdori Liu Zixinning hech qanday orqa ko'rinishi yo'q bo'lib, dunyoning bir bo'lingidagi
Yanzuganda yozgan əsəri aloqa to'ri orqali keng tarqalib, butun dunyoning diqqatini qo'zg'adi. Birər ishda mamlakat bo'yicha birinchi, dunyo bo'yicha ikkinchi degandek saviyaga yetkazishingiz shart emas. Hech bo'lmaganda o'zingiz turayotgan shaharda 4ning biri bo'la olsangiz, shuning o'zi kifoya. Dunyoda birdan-bir bo'lib ketolmasakmi, ma'lum kasbning ma'lum bir turida muayyan nopos tiklasakmi hisob. Hech bo'lmaganda shuni nishonlab ko'rish qilsaqmi bo'ladi. Moslashish iqtidori tafakkurning o'zgarishidan keladi. Lo Jinyu 20 yoshlik yoshlarni uy olmay turishga da'vat qiladi. Uy bahosi o'samdi, o'smamdi, buni o'ylashmagan taqdirdimi, uy olgandan keyin xizmatdan istifa berishga, egilik tiklash uchun urinib beqishga, tavakkul qilib beqishga petinolmaysizda, oltin yoshligingizni qilcha arzimaydigan omonat qo'yish jarayoniga sarf qilib o'tasiz. 20 yosh vaqtingizda butun vujudingiz bilan olg'a bossangiz, yillik maoshingiz 500 ming 1 millionga yetgan chaqda Beijingda uyning bahosi har qancha o'sib ketgan taqdirdimi, yanala qurbatingiz yetadi. Shundaqku. Shunga 20 yosh vaqtingizda olg'a besish bosolmasligingiz hayotingizdagi muhim dumbal. Shundaqla mag'lubiyatchilar bilan g'oliblarning tafakkuridagi farq deyishga bo'ladi. Mag'lubiyatchilar bilan g'oliblarning, boylar bilan nomrodlarning chegarasi tug'ilishdiki, shundaqla tafakkurdagi farqdan kelib chiqadi. Men ilgari darsxonda mundaq bir tajriba ishlab baqqan. Men sizga 100 yuan pul bersam, qanday qilib Beijingda bir oy yashay olaysiz? Ba'zilar o'rindan turib, "Muallim, chaqchaq qilmang. Beijing shuncha qimmatchilik tursa, 100 yuan bilan qandaqmi bir oy yashag'ili bo'lsin?" dedi. Yana ba'zilar 99 yuanga tayyor cho'p olaman. 1 yuanga bir parcha gazet setib olib yepinchi qilamanda poyezd stansiyaga berib turaman. U yerda haqsiz qaynoq suv va hojatxona bor, dedi. Yana ba'zilar 100 yuan pulga maydonlardan takror olg'ili bo'ladigan yurishlik taom setib olib yeyman, dedi. Oila sharoiti odatdagcha bir o'quvchi mundoq dedi. Bir necha yuanga daftardan birini setib olib 10 yuan xarjlab to'rxonaga kiraman. Xizmatchi qabul qilish e'lonlarini tepib, daftarimga yozib olaman-da, bir-birlab telefon qilib, yotoq, tomoqni ko'taradigan xizmatdan birini topaman. 2 haftagacha jon saqlab turib, bu oraliqda yana boshqa xizmat izdigash turaman. Shunday qilib, bu bir oy ichida hayot yashagandan sirt yana pul topa olayman. 3 oydan keyin ozroq pulmo yig'a olishim mumkin. Nomrodlar adisa pul tejashni o'ylaydi. Burunning uchini ko'rib, pul tejab boy bo'lmoqchi bo'ladi. Hamma odam uy elayotidi, menmo pul qarz elib, oldin to'laydigan qismni topshirib, banka qarzga uy olay. Uy bo'lsa, ko'ngilmo xotirjam bo'ladi. To'y qilib, farzandlik bo'la olayman. 60 yoshga kirganda yana ozroq pul yig'ib, mashina setib olsam, bir umr hadiya alayman. Boylarning ko'zi ko'z oldidagi rohatda emas. Kelgusida setib oladigan narsalarda. Yillik kirimi 1 million, 10 millionga yetgan chaqdagi texmo go'zal kelgusi. Mundaq bir mazmunni ko'rganim esimda. Biraylan bir korxonachidan har yili har xil ishni qiladi ekansiz. Buningdan bearam bo'lmamsiz deb so'rabdi. Korxonachi yondiribla. Har kuni o'xshash bir ishni qiladi ekansiz. Acaba zerikmamsiz debdi. Barmoq diskicha yashaydigan odamlar hozir yanala osonlikni egallaydi. Nurg'un kishilar bu xil yakka-yeganilikqa amalsiz. Ko'p qism kishilar ma'lum bir kollektivning beqishiga talmurib yashaydi. Ko'p qism kishilar texicha uyg'onmadi. Ammo siz kelgusidagi yo'nalishingizni bilib bo'ldingiz. Bir odam rohat muhitda turibmi, o'zini davomli yengilab turishni, rohat doiradan chiqib, yiroqdagi go'zal manzaralarni ko'rib beqishni qaror qilgan chaqda o'rinliqni taslim qilgan. Uningga cheksiz imkoniyatlarning eshigi ochilgan bo'ladi.
Eng yaxshi fursatınız dairingizdan halqiganda. Utuq qozonguchilarning vujudida ba'zi xos shifrlar bo'ladi. Ular ba'zi ishlarni tasvirlaganda azaldan bek tas demaydi. Balki odamni hayajonga soladi deydi. Yangi raqobatlarga yuzinib, hamisha yangi sinoqlarni kutib oladi. Rohat rayondan bo'sib chiqadi. Har qitim yangi programmaga qatnashib qaytib kelsam, shirkat mablag' chiqarganmi, e'lon ishligili bordingmi deb so'raydiganlar hamon chiqadi. Amaliyotda ularning hammasi o'zimning shaxsiy tanlashi. Mutlaq ko'p qismini programma ishlaguvchi taraf tashabbuskorlik bilan taklif qilgan bo'ladi. Shirkat mablag' chiqarib qo'llagan emas. G'oyat zo'r mablag' bilan meni sahnaga bog'lab turayotgan qilibdan chiqib ketgan ish texmi yo'q. Kishilarning bu turli gumon va qiyoslarda bo'lishining sababi to'liq vazifalik xizmati bo'lgan. Ya'ni kelib, shu kasbda utuq qozongan bir odam boshqa faoliyatlarga qatnashsa, cho'qim shirkatning o'rinlashtirishi bo'lishi mumkin deb o'ylaydiganligidan bo'lsa kerak. Mening ishlarim Shindongfangning bir yaxshi shirkat ekanligini tushuntirib bera oladi. Shirkat meni boshqa sahnalarda o'zimni namoyon qilishdan to'smadi. Bu mening o'ng'ayla rol almashtira olishimdagi sabablarning biri. Ingliz tili o'qituvchisidan munozirchiga, aziz mehmonga, riyosatchiga o'zgardim. Bu jarayon haqsiz aloqa to'ri darsi bo'lgan Ali Qaltis ingliz tili programmasini singa elib tarqitishdan boshlandi. Men bir oddiy darsxon o'qituvchisidan aloqa to'ri sohasida qo'sh tilda nutuq mahorati ko'rsatadigan odamga aylandim. O'zim qiziqqanligim uchun nurg'un vaqt sarf qilib, Amerikaning naq maydon nutuq san'ati turidagi programmalarni ko'rdim. O'rgandim, tadqiq qildim. Hech qanday haq talab qilmasdan izchil davomlashtirish orqali astoydillik talab qiladigan o'qituvchilik kasbi bilan qarmoqqa hech qanday munosabati yo'qdek bu vositadan foydalanib, o'zim egallagan bilim va fikrlarni aloqa to'rida ko'pchilik bilan o'rtoqlashdim. Madongning rol almashtirish jarayoni bilan o'rtaq tarafi shuki, faqat qiziqish bo'lgandila rol almashtirishning tunji qadamini bosqili bo'ladi. Nurg'un odamlar qiziqishiga uncha ko'p vaqt va zehn sarf qilishning zaruriyati yo'q deb qaraydi va qiziqishlarini besib o'tadi. Shaxsning taraqqiyot nuqtasidan qaraganda bu to'liq afsuslanarli bir ish. Mendagi qiziqish, qat'iylik va ko'ngil qo'yish bilan birlashganligi uchunla Ali Qaltis ingliz tili programmasining ko'rilish qitim soni dastlabki 5000 dan 50 millionga yetdi. Menmo shu sababdan darajadan tashqari notiq programmasining taklifnomasiga erisha oldim. Darajadan tashqari notiq programmasi sun'iy hamroh televiziyasi tarqatgan nutuq turidagi programma bo'lib, aloqa to'ri programmasidan televiziya programmasiga aylanish jarayonida ko'lam va o'lcham jihatda butunlay yangi bir baldoqqa ko'tarildi. O'xshamaydigan rollar yadroliq raqobat kuchidan iborat o'rtaq mazmunda kesishadi. O'qituvchilik bilan notiqlik o'xshamaydigan ikki xil roldek ko'rinsimi, mundardagi ifodalash kuchi har ikki rolga o'rtaq bo'lgan yadroliq raqobat kuchidir. O'qituvchilik mening notiqlik iqtidorimni yetildirishimga foydali bo'lib, qizg'inligimning to'rtkisida qidir qilib o'rganganligim uchun televiziya sahnalariga chiqib, yaxshi bir notiqqa aylanish jarayonini o'ngishli tamomladim. Yadroliq raqobat kuchini saqlab qolib, yangi kasbda uningdan foydalanish munavvar kishilarning rol almashtirish orqali muvaffaqiyat qozonishidagi sabab. Madongmi shundoq, Jobsmi shundoq. Jobs o'zim qurgan shirkatdan qo'g'landim deb umidsizlanib o'ltirmay, Pixar xizmatxonasini setib oladi. Yumshoq detal tadqiq qiladigan bir odam nemishqa turibla karton ishlashga kirishib qoladi. Yana kelib, kartonchilik qarmoqqa butunlay yangi bir soha edi. Amaliyotda Jobs kartonning texnika qismiga mas'ul bo'lgan. Programma tuzishdan iborat yadroliq omil saqlanib qolgan.
Şuna rol almashtirish jarayonimi nihoyatda tabiiy bo'lgan. O'zimizning yadroliq raqobat kuchimizni saqlab qolgandan keyin biz duch keladigan yana bir masala dal qo'rqish psixikasi. Musobaqaga qatnashishdan ilgari jamiyatdan qattiq o'lcham bo'yicha tanlangan 20 mingga yaqin o'qituvchi ichidan tanlanib chiqqan 10 necha guruh leksiyachining biri edim. İngliz tili o'qitish sohasidami oz to'la nomim bor edi. Shunchalik bo'lsa-mu nomim chiqib qolgan bo'lg'achqa, qamlashmay qolsa qandoqmi qilarman? Xalqning oldida kulkiga qolarmanmi? O'quvchilarimning, xizmatdoshlarimning, rahbarlarning yuziga qandoq qarayman deb ansirashga boshladim. Qilmaydigan ishni qilib qo'yibdiman deb o'yladim. Qo'rqish psixikasiga rahat rayondan chiqib ketmoqchi bo'lgan har qanday odam duch keladi. Keyin darajadan tashqari notiq nomli bu programmani Shindongfangdagi nurg'un xizmatdoshlarimga tavsiya qildim. Sahnaga chiqishdan bir qancha soat ilgari voz kechganlar nihoyat ko'p bo'ldi. Ular ingliz tili o'qitish sohasida dongliq bo'lg'achqa boshqa sohadagi qilolmaydigan ishni qilaman deb yuzini to'kib olishdan qo'rqatdi. Amaliyotda hech kim sizni bundoq bir ish uchun mazoq qilib ketmaydi. Siz faqat ishingizdagi mavhum ovozdan qo'rqib ketasiz. Noma'lum vahimadan qo'rqib voz kechish bek chatoq ishmi emas. Faqat hayotingizni nihoyatda ma'nisiz qilib qo'ydi. Ayni chog'da programma rejissyori unmig'inimga qo'ymay cho'qim kelmasang bo'lmaydi. Va'da berib qo'ygan tursang, uning ustiga sening 34 tillik vaqt boshqarish usuling bor ekan. Quruq gap qiladigan nutqlardan jiq yaxshi ekan. Boshqalarmo foydalanib qolsin deb turib olmagan bo'lsa, menmo voz kechib ketgan bo'lardim. O'ylamagan yerdan shu programma sababli meni nurg'un odamlar tanidi. Men amaliyotda 30 nechinchi bo'lib sahnaga chiqqan edim. Lu Yu, Li Yong, Lin Ji qatorliq ustozlar tangla chiroq yondirgan bo'lg'achqa, ikkinchi bo'lim qo'yildigan chaqda kirishtirgichi meni birinchi bo'lib chiqadigan qilib qo'yibdi. Birinchi bo'lib sahnaga chiqishning besimi nihoyatda og'ir. Chunki sizning ifodangiz programmaning ko'rilish nisbatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qiziqishim bo'lg'achqa o'zimdagi yadroliq raqobat kuchini bilganim va qo'rqinishni yenginim uchun televiziya sahnasiga chiqa oldim. Shuningdan keyin meni nurg'un programmalar bo'libmi loyiq tonishtirish turidagi programmalar taklif qildi. O'zira aytib rad qildim. Chunki televizorga chiqib olish uchunla o'zim haqiqiy qiziqmaydigan yadroliq raqobat iqtidorimga mos kelmaydigan programmalarga chiqib olsam bo'lmaydiganligini bilatdim. O'zidan olqish uchun urinib yiqishga jur'at qilish kerak. Ma'lum avtomobil e'lonini suratga olganda nefis tantarbiya kiyimi bilan qishning sovuqida yuguradigan bir ko'rinishni 8 soat suratga oldik. Mening terkishayotgan holatimni tortish uchun saq yugurgan holatimni 6 soat suratga oldi. Uningda yana Vivi xonqiz qahvaxonasida paranglashib o'tirgan Xiao xonqiz moda kiyim bilan sanli tunda usul o'ynaydigan. Tian xonqiz shar ko'tarib sabiylikka qaytadigan ko'rinishlar bor edi. Men kun chiqmasdan Huangpu daryosi bo'yiga berib, kam deganda 15 kilometr yugurdim. Uningdan keyin kechda chiniqish zalida boks mashqi qilayotgan ko'rinish bor edi. Men qum xaltini bilaklarim sezimni yo'qotqicha mushladim. Filmni ko'rsangiz, har qitim musht atganimda yuzimdagi ter tomchilarining chachirab chiqqanligini ko'rasiz. U hargiz saxt ko'rinish emas. O'qituvchi bo'lish sifatim bilan yangi bilimlarni to'xtamay o'rganib, aqlni tavlab turishni tashabbus qilaman. O'quvchilarimga shundoq o'rgatgan ekanman, oldi bilan o'zim ulgu bo'lishim kerak emasmi? Kasb atlab qilayotgan xizmatini tashlab etib, boshqa ishlar bilan shug'ullanish emasmi? Bu ikkisining farqi yadroliq raqobat kuchingizni davomli joriy qildirgan yoki qildirmaganligingizga bog'liq. Kasb almashtirish uchun kasb atlasangiz, kasb tashlagan bo'lasiz.
Universal san'at programmalaridan televiziya ekranlariga yo'tkilish texmi tas. 2015-yili 11-oyda Jin Xiao baş rol olgan Üstümdeki karvatda yotgan birodar nomli filmga taklif bilan qatnashdim. Gerçi uningdan ilgari bir necha e'londa rol elib boqqan bo'lsam, Shanxayga borgandan keyin film ishlash guruhining naqadar cho'ngligidan qattiq hayron qoldim. Har xil qoral jabtuqlar, apparat mashinalarining hayvatligi, 100dan oshiq odam borligini o'ylamagan ekanman. O'qituvchilik kasbining eng cho'ng alohidligi shuki, hamma ishni o'zingiz yolg'iz qilasiz. Topshiriq tekshirishdan tortib, aloqa to'rida dars o'tishgacha, agar yordamlashadigan odam bo'lsa, ish unumi ko'p yuqorilagan bo'ladi. Film ishlash naq maydoniga kelib bayqadimki, hamma ishni degidek kollektiv hamkorlashib bitkizadi ekan. Men ilgari qatnashgan universal san'at programmalarida ish unumi bak to'van bo'lg'achqa vaqt isrof qilib ketayotganda his qilatdim. Film guruhiga qatnashgandan keyin o'zimizga tava qismiga puxta tayyorlik qilib, ko'pchilikning vaqtini isrof qilmaslikka erishdim. Men u filmda bir ingliz tili o'qituvchisining rolini olatdim. Lekin u menga faqatla o'xshamaydigan bir o'qituvchi bo'lib, o'rta yoshlik, jahil, darsni bakla zerikishlik o'tadigan muallim ekan. Men bu rolni bak yaxshi elish uchun o'zimning darsni eng zerikishlik o'tadigan chog'larni eslashga erishdim. Kirimni mo eng zerikishlik odamning siyoqiga o'xshatib qildirdim. O'zimni qaltis chaqlab, har qanday rolni ola olmayman. Rol elishning ta'sirim yo'q deb o'ylab, o'zimga ishongan holda ishni boshladim. Sahna so'zlarini daftarga eslab olmay, ancha-muncha o'zlashtirsam, saviyamni texmo namoyon qila olmayman deb o'ylabdiman. Keyin bilsam, bir ko'rinishni bir qancha qitim oladigan ish ekan. Agar har qitimliq gap o'xshashmasa, kirishtirgicha zo'r ovarchilik bo'ladi ekan. Bir necha jumla sahna so'zini o'ngshab qila olmasam, bu nima satchilik deb o'ylab peshonamdan tar chiqib ketdi. Mening bundaq bir nazariyam bor. Bir ishni cho'qim qilaman desangiz, avval ko'pchilikning oldinla po'asangiz, po'ni etib qo'ygandan keyin amaliyotda ko'rsatishga tirishmasangiz bo'lmaydi. Lo Yunhao dal shunday qilgan. Meningcha bu g'oyani reallikqa aylantirishning xeyli yaxshi usuli. Sahna so'zlarini osonla esimda tutib olaman. Deb po atgan ekanman, dardimni ichimda bilib, johillik bilan chiqishim kerak edi. Suratga elish rasmiy boshlangandan keyin birinchi qitim faqatla qomlashtira olmadim. Lekin 4-qitimga kelganda rolni nihoyat tabiiy elib, ko'pchilikning vaqtini mo jiq isrof qilmadim. Rejissor mening tunji qitim rolga chiqadiganligimni bilgachga, men chiqadigan ashu bir ko'rinishni suratga elish uchun 6 soat planlab qo'ygan ekan. Men rolni o'ylagandan yaxshi ololganim uchun 3 soatda tamomlab, hammaylar baldur ishdan tushib ketdi. To'xtamay kasb olqish jarayonida davomli o'rganib turdim. Gerçi artist bo'lish xiyolim bo'lmasa-mu, boshqalar qilgan ishni men nemishqa qila olmagadekman. Nemishqa bo'lmagadek. Men nemishqa sinab boqmayman. Muvaffaqiyatli kasb olqiganlarning hammasi shunday tafakkur qiladi. Nemishqa bo'lmaydi ekan. Nemishqa sinab boqmayman. Boshqalar qila olgan ishni men nemishqa qila olmagadekman. Buning aksicha nima deb qilgudekman? Bir obdan qilayotgan ishimni nemishqa tashlab etaman. Nima deb xatarga tavakkul qilgudekman deb o'ylaganlar chambarakdan chiqib keta olmaydi. Nemishqa qilgudekman bilan nemishqa bo'lmagadekning farqi mana mushu yerda. Do'stim az to'xtamay kasb olqish davomida o'z qimmatini ishga oshirdi. U Beijing pochta telegraf dashiyosini bitkazgan. Men o'qitish tadqiqot guruhining mas'uli bo'lib turgan mezgilda o'qituvchilikka qabul qilingan. Uning suratini tunji qitim ko'rgan vaqtimda erkak sadaqday qiyofatini faqatli qiz bolaga o'xshata olmadim. U xizmatda nihoyat astoydil edi. Dastlab dars o'tganda sal tamtirgan bo'lsa-mu, hargiz bal qo'yatmadi.
Ayni chaqda Dashoning 3-yilligida o'qib yetib, praktikant sifatida ishga tushgan bo'lsa-mu, tur gruppasiga tashabbuskorlik bilan yordamlashib, film ishlab, ondan o'zi kirishtirib beradi. Texnikalik yordam bilan ta'minlab, programma yezib, tor batma yasab berdi. Bularning hammasini xizmatning sirtida qildi. O'qitish saviyasining o'sishiga agishib, layoqatli o'qituvchiga aylandi. Shuningga qanoat qilib, faqat darslar o'tgan taqdirdami, xeyli yaxshi kirim qila oladi. Lekin u istifa berib, texmi cho'nqirlab o'rganish uchun chet elga chiqib ketdi. Chet elda o'qiyotgan mazgildimi bekor turmadi. Jungolik o'quvchilarni ijara uy mulozimati bilan ta'minlaydigan sup qurib, natija qozondi. Yana bir mazgildan keyin boshqa bir sohaning texnikasini tadqiq qilishga kirishgan edi. Yaqinda vatanga qaytib kelib, yangi bir turni tutib, egilik tiklash yo'liga mangdi. Agar bir parcha rasm ko'zingizga chiroyli ko'ringan bo'lsa, uni telefon orqali suratga tortib olsangiz, rasm tanitish texnikasidan foydalanib, cho'lponlarning uchisidagi kiyimni markasi, bahosi, nada setildiganligi qatorliq uchurlarning hammasiga erisha olasiz. Hozir bu tur necha million dollarlik mablag'ga erishib bo'ldi. Utuq qozong'uvchilarning vujudida ba'zi xos shifrlar bo'ladi. Ular ba'zi ishlarni tasvirlaganda azaldan bek tasdimaydi. Balki odamni hayajonga soladi deydi. Yangi raqobatlarga yuzinib, hamisha yangi sinoqlarni kutib oladi. Rahat rayondan bosib chiqadi. Do'stim asningmi menga o'xshashla jafo tortadigan chog'lari bo'lgan. 1 minut vaqtni bekor o'tkazmay, kurash qilish davomida yaqinlarga vaqt ajrata olmaydi. Qiyinchilik kunlarda g'iriblik bosadi. Ba'zida vahimaga bitib qoladi. Hozir jamiyatda mundaq bir qarash keng tarqaldi. Hech qanday orqa terki bo'lmagan bir odam butun vujudini o'z kasbiga beg'ishlagandala utuq qozona oladi. Amaliyotda kasb olqish bilan butun vujudini qilayotgan kasbga beg'ishlash to'qinishmaydi. Ma'lum bir turda mutlaq birinchilikni saqlagan asosda har kunlik vaqtingizni muvofiq taqsimlasangiz tamoman bo'ladi. Har kuni 4 soat vaqtingizni o'z kasbingiz bo'yicha yangi bilimlarni o'rganishga ajratsangiz, tamoq yeyish, orom olishga ketgan vaqtdan sirt yana 2-3 soat vaqtingizni erkin o'rinlashtira olasiz. Mushu vaqtdan foydalanib kasb olqishga tayyorlik qilsangiz, qilayotgan kasbingizda munavvarlikni saqlab qolishingizga ta'sir yetkazmaydi. Noma'lum vahimalarning qurboni bo'lib ketmang. Yadroliq raqobat kuchingizni tepib oling. Boshqa kasblar talab qiladigan bilimlarni o'rganib turing. Bu ikkisini birlashtirish orqali qimmatingizni texmi oshira olasiz. O'zingizning o'xshamaydigan taraflarini bayqay olasiz. Yillik kirimingizni 100 mingdan 1 millionga yetkazish uchun nimalarni qilishingiz kerak? O'z tirishchanligimizga tayinib, moliya erkinligiga erishish uzoq bir jarayon. Bu jarayonda aqlingizni, iqtidoringizni namoyon qilishingiz va aqlingizni beyitib, iqtidoringizni oshirib turishingiz. Boshqalar uchun, jamiyat uchun boylik yaratishingiz kerak. Yerib qolamsiz. Haqiqatan horisiz. Jafo cheksiz, ammo yuzingiz yo'ruq, dilingiz nurliq bo'ladi. Birinchi qatordagi shaharlarda 3 yildan 5 yilgacha, ikkinchi qatordagi shaharlarda 7 yildan 8 yilgacha yillik kirimini bir necha 100 mingga yetkazish ancha tas emas. Uningga yetmasa, to'van kirimlik o'ttir burjuaziya deb atalasiz. Faqat moddiy maishat nuqtasidan qaraganda yilda bir qitim chet elga sayohatga chiqa olasiz. Elvining kiyimlarini setib ola olasiz. Uydagilardan yig'ish qilib yurib, dastlabki pulni to'lab, banka qarziga uy setib ola olasiz. Haftada 1-2 qitim restoranga do'stlar yig'ilishiga bora olasiz. Yillik kirimingiz millionga yetsa-chu. Moda iqim jurnallarida danglanadigan dunyoviy markalarga chiqina olasiz.
100 ming yuan atrofidagi oddiy mashinangizni esil mashinaga almashtira olasiz. Yana bir uy setib olsangizmi bo'ladi. Organik ko'ktat yeya olasiz. Boshqa davlatlarni sayohat qila olasiz. Zerikib qolsangiz, shimoliy yoki janubiy qutbga barsangizmi bo'ladi. Balangizni xalqaro maktablarga berib, texmo yaxshi ma'rifdan bahramand qila olasiz. Bular sizning turmush sifatingizning o'sganligini namoyon qilib bera oladi. Ammo uning orqasiga yo'shiringan aql-farosat, silinma, tirishchanlik va besimlarni tasavvurga tayinib his qilg'ili bo'lmaydi. Yillik kirmingizni 100 mingdan 500 mingga, 500 mingdan 1 millionga yetkazish uchun g'oyat zo'r hangdan atlashga to'g'ri keladi. Bu hangdan atlab qolsangiz, sizdagi ilgirlash, yükselish, nuqul bu sonlar vakillik qilgan moddiy boyliqdan zo'r darajada eshib ketgan bo'ladi. Atrofimda mushundoq odamlar, damliq yetakchilar, yozuvchilar, igilik tiklaganlar nihoyat ko'p. Ularning ota-onasi boy yoki huquqdor emas. Ular tirishchanligiga tayinib utuq qozongan. Hali ham to'xtamay kurash qilib, o'zidan olqib turayotganlar. Yig'ib aytganda ular mundaq o'rtaq alohidlikka ega. Axloq sopaliq, o'rganish iqtidori kuchlik, kasbga ishtiyoq bog'lagan. Er kamoliy sog'lomlik bo'lur unda yaramliq. Birinchi, samimiylikni, oq ko'ngillikni qadrlang. Men eng qoyil bo'lgan boshqaruvchi Jack Welch, u go'yo sehr ishlatgandekla 100 yillik koni korxona Amibab elektron shirkatini qayta hayotlikka erishtirdi. Kasb sohasidagi buyuk asar deb ta'riflangan Utuq nomli kitobda osonla sal qaraldigan mundaq bir tafsilot bor. Korxona nihoyat osonla yolg'on gap qildigan so'ringa aylanib qoladigan. Hamma odam bug'doy nening bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmi deb qaraydigan. Ig'zida va'da berib qo'yib, amaliyotda qilmaydigan. Dokladni yaxshi berib, ish qilganda tamtiradigan ahvolda Jack Welch korxona boshqarishdagi eng muhim omil samimiylik, tuz ko'ngillik deb qaraydi. U masalaga yuzlanishda samimiy bo'lishni, masalani yo'shirmaslikni tashabbus qiladi. Tuz ko'ngillik samimiylikning yuqori pallasi. Jack Welch aytgan samimiy bo'lish demakdir. Men igrik tiklash turidagi programmalarga qatnashish jarayonida o'zi ulug', supursi quruq dabadalarning bo'libmi o'zining kechirmishlari va sonliq ma'lumotlarni ko'ptiradigan samimiyatsiz qilmishning vaqti o'tganligini bayqadim. Balalar ma'arifi sohasi nihoyat istiqbolli soha. Xeyli ko'p iglik tiklaguvchilar bu haqda tafsilotlarni qayirib qo'yib turib, og'ziga tegmay so'zlaydi. Azroqla aqliy tafakkur qila oladigan va turmush savotlariga ega har qanday bir odam bu sohaga munosabatlik kasbiy bilimlarga murojaat qilmay turibmi, oddiy matematikalik hisoblash orqali ular o'ttirg'i qo'ygan buyuk planlarni amaliylashtirishning ta'sirini bilalaydi. Hikoya so'zlashni ularmi biladi. Ammo ziyrak mablag' solg'uvchilar nihoyat o'tkir keladi. Balalar sog'lomlik ma'arifi bo'yicha egilik tiklamoqchi bo'lgan biraylar haqiqiy bo'lgan ishlarni ko'rsatib turib, oddiy, aniq til bilan o'zining nimishqa bu turni qilmoqchi bo'lganligini o'ttirg'i qo'yib mag'lub bo'ladi. Albatta, mablag' solg'uvchilar hech kim mengib boqmagan yo'lda manganda turli to'solg'u va o'ngsizliklardan saqlang'ili bo'lmaydiganligini biladi. Lekin ular samimiy mablag' solg'uvchilarni davomli qo'llaydi. Mablag' solg'uvchilardan biri mundaq deydi. Uningdan menmo, boshqalarmo bak ta'sirlandi. Uningga o'xshash bosh cho'kirib, amaliy ish qiladigan, mablag' solg'uvchilarning oldida o'zini to'van tutadigan, o'ziga ziyoda ishinib ketmaydiganlarni topmoq tas. Jack Welch aytgan, oq ko'ngil bo'lish, tuz ko'ngil bo'lish demakdir. Cho'ng ish qiladiganlar arsalda bo'lmaydi. Kaskin bo'ladi, odamni qisqa vaqt ichida bayqiy oladi. Maslahatchilik va vositachilik bilan shug'ullanadigan do'stlarning deyishicha, ba'zi odamlar bakla samimiyatsiz bo'lib, g'arazlik keladi ekan. Yolg'ondan hamkorlashqusi bor qiyofatga kirib uchur egallaydi ekan.
Hatto ba'zilar advokatga xarjlaydigan ozgina pulni tejab qilish uchun yolg'ondan kelishim tuzib, loyiha va to'xtamning mazmunini elib qochadi ekan. Haqiqiy ish qildiganlar 1-2 qatim aloqalashgandan keyin bir qatim yuz ko'rishibla qaror qiladi ekan. Jack Village aytgan, samimiy bo'lish, mas'ul bo'lish demakdir. Samimiyatsizlik avj olgan mushundoq vaziyatda ziyonni eng to'van chekka tushirish zarur. Men samimiyatsiz odamlarga muomala qilishda sababni o'zimdan izlashga odatlangan. Bir oz qaqshab qo'ysak bo'ladi. Ammo kayfiyatimizni darhol tangshab, diqqatimizni o'zimizni texmo yuksaltirishga qaratishimiz kerak. Sababni o'zimizdan izlagandila uzoqcha davomlashtirg'ili bo'ladi. Uvalchilik tartishingiz kallangizdan o'tmasligi mumkin. Ammo savoqni boturlik bilan qabul qilib, mag'lubiyatga to'g'ri yuzlangandila parlaq kelgusiga ulashqili bo'ladi. Sababni boshqalarga, tashqi omilga ortib qo'yish inkorchilikqa boshlab bordi. Holbuki tashqi dunyo va boshqalar sizni deb o'zgarib qolmaydi-da. Qayta mag'lub bo'lishdan saqlana olmaysiz. Navoda Yuminxon muallim oliy maktabga 3 qatim imtihon berish jarayonida ko'p qism kishilarga o'xshash jamiyatdagi adolatsizliklardan zorlanib o'ltirgan bo'lsa, balkim 3 yilgacha ching turolmagan. Ashu tog'liq mahalladan chiqolmay, cho'ng bir korxonani vujudga chiqara olmagan bo'ladi. Adolatsizlikka uchirganda ko'nglingiz azor yeydiganligini, bu dunyoni nomusni bilmaydigan ashu kishilarga qo'sh qo'llab o'tinib berishni texmo xohlamaydiganligingizni bilaman. Sizning rostilla to'g'ri bo'lgan taqdirdimi, sabab haqiqatan boshqalarda bo'lgan holatdimi, hech bo'lmaganda o'zingizni o'zgartirish orqali oxirgi natijani o'zgartira olasiz. Tirishchanligingizning ahamiyatini ko'ra olasiz. Odam tanlashda agar o'zi esil odam bo'lib, tutgan yo'limi to'g'ri bo'lsa, buningdan yaxshisi topilmas. Ammo ko'p qism ahvolda odamning o'ziga qaraymiz. Samimiy odam, haqqoniyat tuyg'usiga ega bo'lgan odam. Bu qatim mag'lub bo'lgan taqdirdami, hamon bir ishni vujudga chiqara oladi. Kamoliy sog'lomlik bo'lur unda yaramliq. Ikkinchi, o'zingizga qattiq talab qo'ying. O'z-o'zingizga aydakchilik qiling. Ishga chiqish, ishdan tushish vaqtiga rioya qilish, topshirilgan vazifani astoydillik bilan o'rinlashtirishmi bir xil talabchanlik. Gerçi oddiydak qilsimi, mushunchalik ishni qila olganlar 80% raqobatchidan eshib tushgan bo'ladi. O'ziga buningdami qattiq talab qo'ya olganda, o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi. O'z-o'ziga texmi ko'p erkinlik elib kela oladi. Li Bixuaning Hayot mamatlik ko'rik nomli asrda mundaq bir o'xshatish bor. Qarasang ko'l suyidek timtas turarman, ichimda azim daryo bo'lib oqarman. Baş personaj Huayu turli mushkulotlarga duchor bo'lganda, yozuvchi asardagi personajning tili bilan kasb sohasidagi mundaq bir haqiqatni o'ttirg'a qo'ydi. Şekerlengen çılanның qandaq yasildiganligini so'ralaydiganlar qanchalik. Saq çılanның yüzü 130 yerdan qildak tilinidi. Bək cho'nqur kesivəsiniz, çılanның yüzü osonla yerilib ketidi. Bək tez bo'lib qolsa, şeker qat-qatiga singmaydi. O'tira va yuqori darajalik boshqaruvchi bo'lish sifatingiz bilan shirkat qiyinchilikqa duch kelganda bo'ron chapqunlarga tang taqobil turishingiz kerak. Qancha iqtidorli bo'lsangiz, mas'uliyatingiz shuncha og'ir bo'ladi. Siz duch keladigan besim va qiyinchilikmi o'xshash bo'lmaydi. Bu mezgilda hech qanday o'ringa taynolmaysiz. Tuhfangiz har qancha zo'r bo'lgan taqdirdami, kuchni tangshash uchun bo'lsin va yoki boshqa ehtiyoj uchun bo'lsin, xo'jayin sizni ishdan bo'shatishi mumkin. Qatma-qat qiyinchiliklarga duch kelganda titit bo'lamsiz. Albatta bo'lasiz. Lekin bak chondirib qo'yishga bo'lmaydi. Xizmatdoshlaringizning kollektivning ishonchisini yo'qotib qo'ymaslik uchun hammani o'zingiz hal qilishingiz kerak. O'z-o'ziga haydakchilik qilishmi mas'uliyatchanlikning ifodasi. Lojinyu bir qitimliq yangi kitob e'lon qilish yig'inida qaram hamkorlashquchi degan bir gapni tilga oladi.
Ayni chaqda u chaqchaq aralash yangi yillik leksiyani Shanxayda so'zlab qilishim mumkin deydi. Amaliyotda boshqalarning hamkorligiga tayanib qilishdan bargancha qutulayotganim rost. Shanxayning eng yaxshi yeri shuki, siz bilan hamkorlashgan odam mangu ishonchlik bo'ladi. Sizni hargiz gumonlantirib qo'ymaydi. Lekin kamchiligi shuki, hech kim siz bilan qaramliq bilan hamkorlashmaydi. Shunga yangi ish boshlaganlarga tavsiyam shuki, egilik tiklashning dastlabki bosqichida amal bar Beijing yoki Shenzhenga o'xshash joylarni tanlang. Shirkatingiz dastlabki qadamda pishib yetilgandan keyin Shanxayga ko'chib berishni o'ylashganingiz yaxshiroq. Men maosh ta'minotini tilga olmay turib, quruq emizga selish usuli bilan xizmatchilarni ilhomlantirishni yoqtirmayman. Başqalar əskertmisimi, kelgusida qo'lga keladigan hosulni, yiroqni ko'ra oladigan odamlar bilan istiqbol haqida paranglashqili bo'ladi. Eng yaxshi sheriklik munosabati bir-biriga qarg'ularcha ishonishdan, o'rtaq nishonni ishga oshirish uchun hammani do'g'ri tikishdan boshlanadi. Ikkinchidan, kun u yoqqa o'ssin, pul bu yoqqa deydigan ko'z qarashda bo'lmay, olgan maoshga 100 kiloligidek ish qilish. Har ish o'z yo'li bilan bo'lish. Xizmatda eng aqalli mas'uliyatchanlikni saqlash. Yana qoyillikqa erishgan, boshqurilgan, hatto jazolangandimi davomliq olg'a bosadigan odam bo'lish. Yu Minxong muallim Qadinas do'sti Shing Shitay bilan Hongtai fondini qurgan chaqda, Yu Minxong muallim bir kun tur ko'rishni davomlashtirib, o'pka yollig'iga giribdor bo'lib qoladi. Halbuki ularning yordamiga erishgan nurg'un egilik tiklaguvchilar kecha soat 2 dami undidor topida xizmat haqida munozir qilishadi. Men leksiyarimda ishga tushgan dastlabki mezgillarda 2 qatim ish o'rniga chiqolmay qolganligimni tilga olgan edim. Gerçi o'quvchilar nihoyatda yuqori nomer qo'ygan bo'lsa-mu, ichki qismda menga berilgan yaxshi baho bo'lmaganlikdan ishga chiqilganlar qatorida mening ismim yo'q turadi. Birinchi qitimda 6 oy tarbiyalanibmi, menga dars o'rinlashtirilmadi. Ikkinchi qitim 2 mavsum dars o'tdim. 4-mavsumda yana dars berilmadi. Oradan ko'p yillar o'tgandan keyin xizmatdashim mening ayni vaqtda qandoq bir g'ayrat bilan shirkatdan ayrilmaganligimga hayron qoldi. Boshqa odam bo'lgan bo'lsa, allaburun peshini qiqib ketib qolgan bo'ladi. Sabab nihoyatda oddiy. Qoyil bo'lmadim. Odamda mushundoq bir kuch bo'lish kerak. O'z-o'zingizga savol qo'ying. Menga yetmaydigan odamlar qila olgan yerda men nimishqa qila olmoqdakman? Qila oladiganligimni bilib turib, nimishqa qilib qolmayman. Qoyil bo'lmaganligim uchun, norozi bo'lganim uchun emas, balki o'zimni qoyil qilish uchun edi. Hal qilg'ili bo'lmaydigan qiyinchilik bo'lmaydi. Tirishgan odamga yo'l chiqadi. Shindongfangning 2-qavatida adigan soat 9 dan kech soat 6 gacha yig'in etishda ishlatiladigan, boshqa vaqtlarda bekor turadigan bir yig'in zali bor. Menga dars taqsim qilinmag'achqa, yig'in zali mening kitob o'qiydigan, dars tayyorlaydigan yerimga aylandi. Charchsam beshimni ustalga qo'yib uxladim. Yerib bo'lolmaganda yerda yetib uxladim. Yig'in zalida bir parcha oq taxtay bor edi. Kallamga kelgan dars planlarini taxtayga yozatdim. Ondan taxtayni do'stki qilib, qup-quruq yig'in zalida tasavvurimdagi o'quvchilarga dars o'tatdim. Xizmatdoshlarim atdiganda yo'qlamadan o'tkili kirgan chog' mening ishdan tushadigan vaqtim edi. Jobsning mundaq bir gapi bor. Garchi rad qilingan bo'lsa-mu, qalbimda hali ham cho'nqur muhabbatim bor. Mening yaxshi ko'rdiganim leksiya so'zlash va dars o'tish. Quruq ustal o'rindiqqa qarab turibmi, 3 kech kunduz so'zlay olayman. Chunki o'qitish kasbiga chin ishtiyoqim bor. Bir ishqa haqiqatan qiziqib qolganingizda butun vujudingiz bilan kirishib ketasiz. Atrofdagi hamma narsani, hatto o'zingizni unutasiz. Butun kuchingiz bilan otlaning. Qilcha arsalda bo'lmang. Har zaman g'ayratli bo'ling. Qonun va axloqqa xiloflik qilmagan asosda nishonga yetish kuchingizni qilcha aymang. Bu xil tirishchanlikni shirkat uchun jon tikdim, xo'jayin uchun ishladim deb qaramang. Chunki bular utuq qozonish uchun to'lashga tegishli badal. Sizdagi mas'uliyat engini sinaydigan jarayon.
Kasb sohasida to'xtamay ilgirlash, to'xtamay xaridor to'plash. Yillik kirimingizni millionga yetkazish uchun yoki ma'lum sohaning peshvosi bo'lishingiz va yoki ko'p manbalik kirimingiz bo'lishi kerak. Kasbni chunqur tadqiq qilmasangiz, unumlik munosabat to'g'ri va ishonchli sherikingiz bo'lmaydi. Bu bosqichga kelganda 80% 20% asqatmaydi. 10,000 soat qonuniga asoslanganda ma'lum bir kasbga 1 yil 365 kunning har kunida 10 soatdan vaqt sarf qilsangiz, taxminan 3 yilda kasbiy iqtidoringizni yuksaklikka ko'tara olasiz. Ma'lum sohada tug'ma talanti bor bir qism aqlli odamlar 20% vaqt sarf qilibla 80% odamdan eshib tusha oladi. Ammo 10% yoki 1% ning ichiga kirish uchun boshqalardan ko'p vaqt va zehn, hatto iqtisod sarf qilishingizga to'g'ri keladi. Boshqacha aytganda, uning jafo tortishning o'rniga 20% ning ichiga kirganga qanoat qilib qolsaqmi bo'ladi. Ammo 100 odamning ichida yana 19 odam har vaqt o'rningizni elishi mumkin. Navoda 1% ning ichiga kirsangiz-chu. Birinchi kitobimga tayyorlik qilayotgan mezgilda bu sohaga diqqat qilishga boshladim va nazariya so'zlash oson bo'lgan bilan amaliyotda qilishning ta'sirini bayqadim. Bu sohada utuq qozonmoqchi bo'lsam, xoslik yaratishim, boshqa yozuvchilarga o'xshamaydigan uslubda yozishim kerak. Kitobning muqovasimi, ismini qo'yishmi nihoyatda muhim ekan. Qanday qilish kerak? Qachon qilish, qanday vaqtda boshlash kerak degandek mazmunlarni hamma odam yoza oladi. Ammo yuzma-yuz javob berish va amaliyotda ko'rsatish hamma odamning qo'lidan kelavermaydi. Men bu qiyin masalani hamkorlashuvchimga tashlab berdim. U bir hafta sarf qilib, kitobxonlarni aralab 300-400 parcha bozorlik kitobni tepib kelibdi. O'zi yig'ib saqlagan necha 10 parcha bozorlik ilhom baxsh kitoblarning materiallarini ratlab, mening har bir savolimni kam deganda 3 xil o'xshamagan javob bilan ta'minladi. Vazifa topshirib olg'uchining vazifani to'liq o'rindashga butun kuch bilan otlanganligini hamda talabni yuqori qo'yib, shu sohaning eng yuqori saviyasiga kapolatlik qilganligini bilib turish ish topshirg'uchi uchun intayin muhim. Xaridor jalb qilish iqtidorining yuksak darajaga yetganligining ifodasi mundaq ikki tarafda ifodalanadi. Birinchi, talabdan bir baldoq yuksaltirilgan hamkorlik munosabati o'rnatish. Ikkinchi, uzoq mezgil davomlashadigan har ikki tarafga foydali hamkorlik munosabati o'rnatish. Ba'zida mundaq odamlarga yo'liqib qolamiz. Ilgari mundaq muhim turni tamomlagan yoki palonchi arbob bilan munosabatimiz nihoyatda yaqin deydi. Keyin bayqasangiz, amaliyotda shu turga qatnashgan eng odatdagi a'zolarning biri bo'lib chiqadi. Hatto boshqalarning chapinida tarlaganligini, boshqalarning to'hpisini o'zining qilib ko'rsatganligini bayqaysiz. Bundaq odam boshqalarni vaqtliq oldiya olishi mumkin, ammo uzoqqa payliy olmaydi. 4. Qurilma hammani belgilaydi. Ziyonga chidash, ochiqni yengish kerak. Odam bo'lishda bo'lsin yoki ish qilishda bo'lsin, oxirgi nishon qurilma. 2013-yili Jungoda Utuq qozong'uchilar nomli programmaning hal qilg'uch musobaqasini qayta ko'rdim. Har qitim ko'rgunimda yangicha ta'sirotda, yangicha o'yda bo'ldim. Hal qilg'uch musobaqaning baho so'zida mundaq deyildi: san'atkorlar tabiatini joriy qildirishi, savdogarlar o'z tabiatini besishi, o'zini o'zgartib boshqalarga moslashish kerak. Undaqda yo'lboshchilarchi, boshliq bo'lgan odam boshqalarda umid paydo qilib, ishonchini urg'itib, iqtidorini texmo yaxshi joriy qildirishiga turtki bo'ladi. Shunga ma'lum ma'nodan aytganda, tijoratchilar, korxonachilar o'ziga uval qila oladigan bo'lishi lozim. San'atkorlar o'ziga uval qilmaydi. Qilg'usi kelgan ishni qilsa-mu, hech kim xafa bo'lib ketmaydi. Korxonachi ko'ngli xohlagan ishni qila olmaydi.
u faqat o'zini o'zgartirish orqali o'ziga uvol bo'lishga chidab turib qilmoqchi bo'lgan ishni qiladi. Ma'lum bir musobaqada 0 nuqta tadqiqot maslahatchilik guruhining bosh mudiri Zhang Yuanyinning korpusdagilar a'zolar almashtirilganlikdan bu guruhda davomli turib qilishga ko'zi yetmay, guruh boshlig'iga moslashishni xohlamay, hammasi biroqla chekinib chiqqan. Zhang Yuanyu chechilmasdan, nasihat qilibmi o'ltirmasdan kanayni ko'tarib olib, do'kon, uyma-uy yurib, mant sotgan. Bekar qolgan korxonachi a'zolar Zhang Yuanyuning bu harakatidan xijil bo'lib, guruh boshlig'i uchun bir maydon yengish irodasiga keldi-da, atisidan boshlab musobaqaga rasmiy kirishdi. Shunday qilib, Zhang Yuanyu butun vujudi bilan ishlaydigan bir turkum a'zolarga ega bo'lgan. Yuanyu bu harakati orqali korxonachilarni qoyil qilib, ularning hurmatini qo'lga keltirdi. Li Chuanchi mundaq deydi: "Korxonachi cho'qim keng qo'rsoq bo'lishi kerak. Bu cho'ng korxonachiga aylanishning zarur sharti." Undaq keng qo'rsoqligi meni ta'sirlantirdi. Yuanyuga chin ko'nglimdan qoyil bo'ldim. Keng qo'rsoqlik bepoyon dengizga o'xshaydi. Bir qancha yilning oldida Bo'yoqxona nomli televiziya teatri va shu nomli kitob moda bo'lgan edi. Uningda tasvirlangan korxonachilar raqibini doim mag'lub qiladi. Ammo o'lim girdobiga opirib qo'ymaydi. Raqibi va'dasiz turmagan, qo'ymachilik qilgan taqdirdami qayta bosh ko'tarish fursatini berdi. Mana bu Jungocha keng qo'rsoqlik. Navoda raqibni yo'qotib etishni ko'zlasa, o'zining shirkatimi mashhur korxonaga aylana olmaydi. Boshqalarga hayotlik yo'li berish orqali to'g'ri yo'lga qaytirib, hamkorlashuvchiga aylantirg'ili bo'lmagan taqdirdami bir dushmanni azaytqili bo'ladi. Har qanday tasaddiqlikqa yo'liqqandimi bezorlik kayfiyati bo'lmasin. Yaponiyalik tijorat peshvasi Inamori Kazu qiziqishni yo'qotib qo'yishni eng yomon ko'radi. Uning qarashicha, mayli qanday xo'rliqqa, qiyinchilikqa duchor bo'ling, o'zingizning ishini ko'ngil qo'yib davomlashtirishingiz kerak. Kelgusi 5 yil, 10 yil, hatto 20-30 yildan keyin qilmoqchi, erishmoqchi bo'lganlaringizni, nimalardan voz kecha oladiganligingizni oydinlashtirib olsangiz, hech kim sizni yiqita olmaydi. O'z tirishchanligingizga tayinib, moliya erkinligiga erishish uzoq bir jarayon. Bu jarayonda aqliy iqtidoringizni namoyon qilishingiz va aqlingizni beyitib, iqtidoringizni oshirib turishingiz. Boshqalar uchun, jamiyat uchun boylik yaratishingiz kerak. Yerib qolamsiz, haqiqatan orasiz, jafo cheksiz, ammo yuzingiz yorug', dilingiz nurliq bo'ladi. Qimmat qarishingizni to'g'rilab, qiyinchilik oldida so'g'uqqan bo'ling. Cho'ng shirkatlarga mos kelamsiz yoki o'ttirhol shirkatlargami va yoki yangi qurilgan shirkatlargami? Qaror chiqarish oldida turganingizda hamon beshidan ish o'tganlardan biri kelib, shu qaroringiz duchor qiladigan qiyinchiliklar bilan ogohlantiradi. Cho'ng shirkatda ishlay desangiz, hech narsa o'rganolmaysan. Sistema sirtida jon boqolmaysan, deydi. O'ttirhol shirkatda ishlay desangiz, xaroblashishga yuzlangan kasb. Shirkat kichik, nazar doirang tor bo'lib qoladi, deydi. Yangi qurilgan shirkatda ishlay desangiz, ishonchsiz, 4 kunda taqilib qilib, yana ishsiz qolishing mumkin, deydi. Bir dangliq korxonachi mundaq deydi: "Eng ig'ir qiyinchilikni ko'ribmi, yanala salmoq ham umidvor bo'la olsangiz, to'g'ri qilgan bo'lasiz. Navoda kelgusidagi qiyinchilikning nadiligini ko'ra olmagan bo'lsangiz, sizning umidvorligingiz qarg'ularcha umidvorlikdan boshqa narsa emas." O'tgan bir yilda atrofimdagi 80-90 yillarda tug'ilgan nurg'un do'stlarimning egilik tiklashga otlanganligini bayqadim. Navbatda hamma odam egilik tiklash to'lqinida ko'rishib ikki ig'iz hol ahvol so'rashmayla vertikal soha, birinchi turkum mablag', xaridorlar qiyinchiligi degandek gaplar chiqib, erkin ozoda salomlasha olmaydigan bo'lib qoldim.
egilik tiklash aniqsizlik ichidan yo'l topadigan bir jarayon bo'lib, odamning tavakkulchilik ruhi hammani do'g'ri tikalaydigan jasorati, aniqsiz yo'lni tanlagudek keskinligi bor yo'qligini sinaydi. Men Dashuning 2-yilidan boshlab Shindongfangga o'xshash mushundaq cho'ng shirkatda ishlab, nisbatan muqim sahnada taraqqiy qilishni tanladim. Bu yerdagi bo'lim xizmatchilari munosabatlik tartib halqalar nisbatan mukammal. Mana mushundaq aniq omillar asosida yangi ham texmo ilg'or amallarni tepib chiqarsangiz bo'ladi. Yoshlarmo mushuninga munosabatlik savollarni ko'p so'raydi. Cho'ng shirkat, o'rta-hol shirkat va yangi qurilgan shirkatlardan qaysisini tanlash kerak? Bir qitim leksiya oxirlashgandan keyin oddiy sota kiyingan bir qiz o'quvchi savol so'radi. U 211 qurilishiga kirgan ma'lum Dashuning iqtisod fanlari bo'yicha o'qish bitkazish oldida turgan magistr aspirant bo'lib, mundaq ikki xil tanlashga duch keldi. Biri banka pokeda 3500 yuandan maosh elib, 1 yil praktika qilgandan keyin rasmiylashib qilishi mumkin ekan. Yana biri oliy darajalik savdo saroyining qimmatbaholiq Zibu-Zinnat rayonida mol sotquchi bo'lish. Maoshi 10 necha ming yuandan boshlanadi ekan. Setish miqdoriga qarab maoshdan sirt mukofotimi bor ekan. U mening to'g'ri javobni deb berishimni kutib, talmirib qarab turadi. Kasb tanlash haqida maslahat so'rab kelgan nurg'un kishi shunday qiladi. O'zining tarixini, alohidaligini, kelgusida yetmoqchi bo'lgan arzu armonlarini deb bermaylar, bu ikki yo'lning qaysisini tanlashim kerak deb so'raydi. Banka va Zibu-Zinnat setish xizmati menga notunish bo'lganlikdan bergan taklifim to'g'ri bo'lib ketishini atayin. Men uningdan mundaq 3 savol so'radim. Birinchi, oila ahvolingiz qandoq? Sirtda xizmat tepib ishlash bosqichida qandoq alohida ehtiyojingiz bor? Ikkinchidan, navoda bankaga berib ishlasangiz, 1 yildan keyin yanala odatdagi xizmatchi bo'lib, maoshingiz o'smay qolsa, bundan kelib chiqqan iqtisodiy va xizmat besimiga bardoshlik bera olamsiz? Kasbingiz iqtisodga munosabatli ekan, yana kelib aspirantlikni butkizibsiz. Xizmat davomida o'rganganlaringizni ishlata olamsiz? Qarasam, yasinib yurishni mo ancha xohlab ketmaydi ekansiz. Navoda Zibu-Zinnat sohasiga kirib ishlasangiz, ko'ngil qo'yib, butun vujudingiz bilan kirisha olamsiz. Bir qancha yil ishlab, yeshingiz 30 dan oshganda yanala mol sotquchi bo'lib ishlashga rozimi yoki bir qancha yil cheniqib, ondan chet elga chiqib, davomli o'qib kasb almashtirmoqchimi? 3. O'qish bitkizib 3 yil ichida ko'proq pul tepishni o'ylamsiz yoki bir umr kurash qilg'ingiz bor sohaga kirishni xohlamsiz? U gangirab qoldi. Muallim, bularni texi o'ylashmagan edim. Obdanroq o'ylab baqay. Lekin maktab sirtidagi dunyoning qandoqligini bilmayman. Nurg'un ishlarda faqat to'rdan material to'plagan edim. Orqadan mundaq 3 do'stimning hikoyasini so'zlab berdim. Do'stim A. O'qish bitkizgandan keyin menga o'xshashlar tarbiyalashni asos qilgan cho'ng shirkatda ishlab kelyotdi. Cho'ng shirkatning yaxshi yeri shuki, boshqa ishlardan xotirjam bo'lib, darsni yaxshi o'tsingizlar bo'ldi. Komandirovkaga chiqadigan ish bo'lsa, biletni munosabatlik bo'limdagilar elib qo'yadi. Bozor bo'limidagilar leksiyani o'rinlashtirib bo'ladi. Siz faqat munbarga chiqib so'zlasangiz bo'ldi. Vaqt uzargancha nurg'un o'qituvchilarga dars o'tishdan boshqa hech qanday ish xush yoqmas bo'lib qoladi. Yangi mahoratlarni o'rganib, turmag'achqa iqtidori chekinib ketadi. Cho'ng shirkatning maosh ta'minoti kapolatga ega bo'lg'achqa kirsiz tuyg'usi bo'lmaydi. Orqada qolmasangiz, xatolik o'tkazmasangizlar, cho'ng masala chiqmaydi. Yaxshi ishlasangiz, ichki qismda baldoqma-baldoq o'sib mangasiz. Ammo bozorning qonuniyati nihoyat aniq. Bundaq ahvolda ko'p qism o'qituvchilar 40 yoshdan keyin qanday qilishni o'ylanib qo'yish kerak. Boshqurish qatlamiga kiramdim yoki davomli dars o'tandim. Tarbiyalash turiga kirmaydigan boshqa cho'ng shirkatlarda Li Kayfoning gapiga asoslanganda 40% vaqtingiz kasbiy bilimlarni o'rganishga ketadi. Qolgan 60% vaqtingiz yig'in,
bölüm atlagan aloqa, shirkatning tijoratiga munosabatli ishlar, ishxona siyosati va boshqa aloqaga munosabatli ishlarga sarf bo'ladi. Do'stim B. Magistr aspirantlikni putkizgandan keyin ma'lum bir gazitxonaga ishga tushdi. İdarening xizmatlari qiyirlashgan, qurilmasi moslashmay qolgan edi. Xodimlarning 3dan biri shirkat yangi qurilgan chaqda ishga tushgan kona xodimlar bo'lib, zamonning kaynida qolgan. 3dan biri munosabatga tayinib jon boqadiganlar bo'lib, ishni oz qilib, pulni ko'p oladi. Qolgan 3dan bir qism har qaysi oliy maktablardan qabul qilingan yangi keldilar bo'lib, maoshi eng tuvan, ishni eng ko'p qildiganlar edi. Do'stim ishga tushgan birinchi kuni boshliqqa Excel hujjati kerak bo'lib qopti. Butun ishxona bo'yicha kona xodimlar ichida Excel ishlatiladigan birma odam yo'q ekan. Ular faqat Word iqtidorini ishlatishga ko'ngan bo'lib, xat yozish sur'atiga mo ishonch qilg'ili bo'lmaydi ekan. Ishxonaning kompyuterini qarata o'ynash, ko'p qismli televiziya teatrini ko'rishga ishlatiladi ekan. Buningga o'xshash o'ttirhol shirkatlarda kishilik munosabat intayin murakkab bo'ladi. Birinchidan, odam boshqarish ahvoli og'ir. Xizmatingizning o'ngishli bo'lish va darajangizning o'sishi qatorliqlar boshliqning yoqtirish-yoqtirmasligiga bog'liq bo'lib qoladi. Ikkinchidan, qoida tuzumlari kona, qatmal, normal aram elish bilan munosabatli chiqimlarni odjot qildirish uchunmi xalqning chiroyiga qaraydigan gap. Agar ular kompyuter o'yini o'ynayotgan yoki kino ko'rayotgan chaqda avara qilib qo'ysangiz, ochiq kelib qoldida har xil bahonalarni ko'rsatib, ishingizni kechiktiradi. Bu xizmatning yaxshi yeri, xizmat vaqti jonliq o'rlashtira olasiz. Ishxonada o'ldirish shart emas. Madaniyat sohasidagi o'zi yaxshi ko'radigan dangliq yozuvchilar, olimlar bilan uchrashib turadi. Yetarsizligi bo'lsa, kirimi bargancha tuvallaydi. Xizmat ishtaziga agishib, maosh qo'shilmaydi. Muxbirlarning maoshi 10 yilning oldida bir necha ming yuan edi. Hozircha bir necha ming yuan peti turibdi. Do'stim C. Dangliq dashuni putkizib, BIT, Baidu, Alibaba, Tengshunda bir mezgil ishlagandan keyin yangi qurilgan bir shirkatga qaytilib, qarorlik pay huquqiga erishdi. O cho'ng shirkatda kichikina bir tal vintiga aylanib qoladi ekanman. Har kuni o'zimga tava xizmatini qilib, shirkatning butun bir sistemasini bilib bo'la olmaydi ekanman, deydi. Lekayfu mundaqroq bir gap qilgan edi. O ilgari ishlagan shirkatda 3 injener bir konubkaning mashg'ulot ahvolini yozadigan ishni qiladi ekan. Shirkatda konubka yozganlarning orqa supa, xaridorlar mulozimati, setish va bozorga doir ishlarni bilib ketishni xohlamaydi ekan. Yangi qurilgan shirkatda nurg'un ishlarning ilgisi yo'q. O'zingiz izlanib, savalliklarni yakunlash davomida ilgirlaysiz. Maosh ta'minot jihatda do'stim sening yig'inqi bir mezgillik kirimi cho'ng shirkatda olgan maoshga hargiz yetmaydi. Yani kelib u shirkatning qachongacha putirab tura oladiganligini hech kim bilmaydi. Amaliyotda atalmish mutlaq to'g'ri tanlash mavjud emas. Muhimi qaror chiqargandan keyin qanday qilishingizga bog'liq. Mutlaq to'g'ri tanlash mavjud emas. Ammo nisbatan yaxshi tanlash mavjud. O'zingiz uchun eng asosiy prinsiplarni belgilashingiz kerak. Do'stim Aning oldida mundaq ikki yo'l bor. Biri cho'ng shirkatda xotirjam ishlaverish, yana biri tashabbuskorlik bilan texmi cho'ng sinoqlarga jang e'lon qilib, nazar doirasini texmi kengaytirish, texmi yuqori o'ringa, texmi ko'p maoshga intilish. Eng muhimi, cho'ng shirkatdan iborat bu sahnadan foydalanib, munosabat doirasini kengaytirish. Do'stim Binamo ikki xil tanlashi bor edi. Biri bo'lishcha yashab, o'limni kutish. Gezit ko'rib, choy ichib, saxta qanoat tuyg'usi bilan o'zini bazlab o'tish. Agar o'zidan kutadigan ortiq talabi bo'lmasa, vaqtliq bo'lsa-mu xizmatning rohatini ko'rsa bo'ladi. Ammo 2 yildan keyin qilayotgan kasbi butunlay zavolliq yuzlangan chaqda yana xizmat izlashga majbur bo'ladi.
İkinci yo'l nimaga erishgan, nimani yo'qotgani bilan hisoblashmay, terishib ishlash bilan birga atrofdagi muhit afzalligidan foydalanib, o'zida yadroliq raqobat kuchini shakllantirib, rol almashtirishga, mazmun ta'minlovchi bo'lishga urinib beqish. Do'stim Seg'imo ikki xil tanlash imkoniyati bor edi. Biri yangi qurilgan shirkatning tijorati yaxshi bo'lmay, buningga iqtisodiy davolg'uch qo'shilib, taqilib qelishi yoki xodim qisqartishga duch kelishi mumkin edi. Yana biri aktivlik bilan o'rganish, yangi qurilgan shirkatlarning boshliqlari cho'ng shirkatlardan tartib kelinganlar bo'ladi. Boshliq bilan bevosita uchrashish jarayonida o'rganish imkoniyati bo'ladi. Cho'ng shirkatlarda bunday fursat bo'lmaydi. Ko'pchilikning o'rtaq tirishchanligi natijasida shirkat uchqandek taraqqiy qilsa, u holda do'stim Simo shirkatning g'olliq boshqaruvchilarining biriga aylanadi. Qaror chiqarish oldida turganingizda hamon beshidan ish o'tganlardan biri kelib, shu qaroringiz duchor qiladigan qiyinchiliklar bilan ogohlantiradi. Cho'ng shirkatda ishlaydisangiz, hech narsa o'rganolmaysan, sistema sirtida jon boqolmaysan deydi. O'tirhan shirkatda ishlaydisangiz, yo'qolishga yuzlangan kasb, kichik shirkat nazar doirang tor bo'lib qoladi deydi. Yangi qurilgan shirkatda ishlaydisangiz, ishonchsiz, 4 kunda taqilib kelib, yana ishsiz qolishing mumkin deydi. Futuq qozongan bir korxonachi mundaq deydi. Eng zo'r qiyinchilikni ko'rib yetibmi, yana salmoq ham umidvor bo'la olsangiz, to'g'ri qilgan bo'lasiz. Navada kelgusidagi qiyinchilikning nadiligini ko'ra olmagan bo'lsangiz, sizning umidvorligingiz qarg'ularcha umidvorlikdan boshqa narsa emas. Meningcha biz eng yaxshi davrda yashayapmiz. 5-10 yil ilgari shaxsning o'z oldiga xohlagan shaklda yashashi tas edi. Biz boshqarilishga, boshqalarning haydakchiligi bilan mengishga ko'nib qolgan. O'zimizmi bilmagan holda agishib mang'atdik.